Amerikalik shifokorlar muntazam yugurish mashqlari hayot davomiyligining bir necha yilga oshishi bilan bog'liq ekanini ko'rsatib berishdi. Olimlarning so'zlariga ko'ra, 40 yil davomida haftasiga 2 soatdan yugurish bunday jismoniy faollikka e'tibor qaratmaydiganlarga nisbatan hayot davomiyligining taxminan 3 yilga oshishi bilan bog'liq ekan. Shuningdek, mutaxassislar muntazam yugurish mashqlari erta o'lim xavfini 25-40% ga qisqartirishini ham ta'kidlashdi. Olimlarning xulosalariga oid ma'lumotlar hatto vaqti bilan chekuvchi, spirtli ichimliklarni iste'mol qiluvchi yoki qachonlardir ortiqcha vaznga ega bo'lgan kishilarga ham to'g'ri keladi. Tadqiqot asosan o'rta toifali, oq tanli amerikaliklar orasida o'tkazilgan. Mutaxassislar yugurishning qanday sabablarga ko'ra hayot davomiyligini uzaytirishini ma'lum qilishmadi. Eng yaqin gipoteza: bunday jismoniy faollikda organizmga aerobik yuk tushadi. Bu esa uzoq umr ko'rishning asosiy omillaridan biridir. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like ni bosing va bizning kanalga obuna bo'ling.